Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün naq meydan taqtışı. Biz hozurunlarga davamlıq Angliyanın paytaxtı Londondakı Uyğur Sot Kollegiyasının 4-cü günlük ispat beriş yığınını taqtıvatmız. Ben Alim. Bu yoq bolsa bizning muavin direktor Mehmetcan Cüme. Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Ekranımızga qayta xoş geldinglar. Bugün dep ötkünümüzdek Angliyanın London şəhərində işləp atqan Uyğur Sot Kollegiyasının 4-cü günlük anıltışı naq meydandan huzurunlarda bolup atıdı. Bugün düştün burun mezkur Sot Kollegiyası 2 qatımlıq guvalıq beriş yığınını tamamladı. Tövəndə biz bu 2 qatımlıq guvalıq beriş yığında guvalıq bəgən bir qism şəxslərin nutqlardakı mühim nöqtələrini tanışdırıb ötümüz. Aldı bilen ondaqda Alim efendim, siz Ethan Gutman efendimninki nutqidagi mühim nöqtələrini bir şərilep ötken bolsunuz. Oldu Mehmetcan efendi. Onda bolsa bugün düştün ki guvalıq bəgən birincisi Amerikalık tədqiqatçı, yani organ eliş tədqiqatçısı Ethan Gutman efendi, ikincisi Kanadalık Uyghur faaliyetçi Ruqiya Turduş Hanım. Bugün üçüncü dəstləb də guvalıq bəgən Ethan Gutman efendi bolsa, şu Xitay hökumətinin yani 2016'dan beri lager siyasetlerini yürgüzgəndən beri şu Uyghurlarning mümkün organ eliş mümkünçilikinin yuqurluğu üstüde alayda guvalıq bədi. Yani lagerlarning etrafında doktorxanalar, adam köydürüş yerlerinin barlığı. Mesela ilgiri biz modelllegəndək, mesela bir qancha yerdə. Bulubmu yaqını bolsa Aqsuda. Bunu Ethan Gutman efendi özünün guvalığında alayda misal qılıb ötəb getdi. Mesela Gülcəkra, bizning muxbir Gülcəkra'nın işləyən proqramımızda misal qılıb. Onun mesela Aqsudakı bir lagerning etrafında bir doktorxananın bağlığı. O doktorxananın beqində adam köydürüş zallarının bağlığı. Hem bu zalla doktorxana hem lagerning bir-birindən bək yaqın işkənligi. Onundan sırt, yani bu aerodromның aran 20 kilometr kildiğanlığını düşəndirib ötken boldu. Ethan Gutman efendi ilgiri şu Falun Gonglarının bulubmu, şu ziyankeşlik uçuruşu bulubmu, şu işki organlarının iliniş üstüde tədqiqat bilen şoğullanğan, hem kitap yazğan bir akademik buluş süpüdü bilen bu 2016'dan beri Uyghurlarning meselesini bulubmu tədqiq qılğan boldu. Onun yazğan kitabı da yakında mesela Slaughter deydi. Yani bu qırğınçılıq. Bunun qırğınçılığı degeni katliam yoki qatılıq degəndək. Doğru. Şu işki organ ilinğan adamlarning ölüşini muş qatılıq deb düşəndirib, o kitabda Falun Gongdan sırt Uyghur, Tibet, muş məkbuslarning Xitay hökumətinin uzun yıllardan beri işki organlarını etib etişdən burun alğanlığını. Hem bulubmu bu efendimning degan bir muhim nöqtəsi, yani Xitayning işkirdəki bir muhim doktorxananın, yani muş organ almashtırış operasiyası qılğan bir çoğ doktorxananın çıxarğan bir elanı. O elanında yani bular halal organ almashtırışını, bularning o elanı məxsus muş O'rta Şərq dövlətlərinə qılınğan bir elan. O elanda deyişçə muş O'rta Şərq dövlətlərindəki musulman dövlətlərindəki xalqlarning kelib organ almashtırışıb kelişini. Onun için hatta o doktorxanda namaz oquyğan. Gerçi Uygurlar namaz oqutmuşmu Xitay hökuməti o musulman dövlətlərdən gələn şu Arab ya musulman dövlətdən gələn organ almashtırıqlı gələn bemarlarning şu hekayəsi hatta namaz oquyalaydığanlığını elan qılған. Bunu bu efendim dəlil üstüdə oturub qoydu. Doğru. Bunu anan ekin bu Səudi hökumətinin özü hatta özki bəzi bemarlarning berib şu halal organ almashtırıb keldiğanlığını ularning Səhiyyə Ministerliyi bildirgan bunu 2019-cu il. Şununla bu nəslərini misal qıb keltirib, yani Uyğurlarning bolubmu şu ərlənici qilişi lagerlarga. Yani birisi şu 4 gündən yaqı guva berib atqan guvaçılarning keyni-keynindən ularning qinini hər həftədə, hər 2 həftədə bir qitim elişi, ularning DNA'ni təkşirişi, ularning organlarını təkşirişi. Hatta Ömer Bakali degəndək bunu dəstləb kirgən çağda qıpyalığaç silib doktorxananın üstülüge yatqızıb, bunun bədənlərə oxşaş bolmagan nərsini sürüb, bunun organlarının təkşirgənligini düşəndirib ötken. Şununla Ethan Gutman efendi əlbəttə Xitay hökuməti bu çegirini içib, xalqaralıq Qızıl Krist bolsun, ya ki doktorlar cəmiyyəti bolsun, ya BDT bolsun, berib təkşirib, bu dəlil isbatını qoluğa almağıca əlbəttə sırtdan turub, bunun dəlilini almaqның təsirgini özü bu vaxtımqı guvalıqda sözləb ötken boldu. Yaxşı, rəhmət sizə demək bu adamninki guvalıqda bir neçə nöqtələr var. Məsələn, Jiangxi, Zhejiang ölkülük
университет, яғни Жажаң университетінің докторханасында дейді. 2017 жылдан бұян мұшу жігер алмаштырыш операциясы 90% ашқан дейді. Өпке неме? Kidney yani börek almashtirish operatsiyasi 200% oshqandaydi. Bu bek odamlar diqqatini tortgan bir sonliq ma'lumot ekan. Ya'ni bu odam yana bir taxminni o'tirib qo'ydi. Xitoy yiliga 25,000 odamning Uyg'ur deb inib yağın bo'lishi mumkin. Bunda vaqtida kuniga 78 ni to'g'ri keladi. Bu to'rt darajada mo'ljallangan vaqtida yuqori darajada mo'ljallasak bu 50 ming atrofida bo'ladi. Bu kuniga 126 ming dan to'g'ri keldi dedi. Bu sonliq ma'lumotga qanday erishdi? Buni bu tadqiqotchi bo'lganlik uchun cho'qim o'zining bir erishish ham buni hisoblash usullari bor deb qaradik. Bu mush nuqta meni bek diqqatimni chekkan bir nuqta bo'ldi. Uningdan boshqa yana bu odam yani bir qiz muhim bir gapni qildi. Uyg'urlarni Xitoy hukumati mundaq bir mantiq bilan Uyg'urlarga bir siyosat yurgizayotgan bo'lishi mumkin deydi. Biz Uyg'urlarni keng ko'lamda, cho'qim keng ko'lamda to'liq assimilyatsiya qilishimiz kerak. Ammo qilamasak, agar qila olsak o'ltirishimiz kerak degan bir mantiq bilan bu siyosatni yurgizayotgan bo'lishi mumkin deb mushkatlan dedi. Bu odamninki bugungi guvohligidagi kuchlik ma'lumotlarning birisi deb qaradim. To'g'ri. Undan sirt yana şu Xitayning janubiy havo yo'llari, Nanfang Hong Kong Xitayning Nanhangdagini. Qashqardan turib Ishkirga, ya'ni organ yo'tkaydigan alohida yeshil liniyasining bog'lig'i aerodromda masalan. Hatto yerda nimalardan bor. Maxsus organ yo'tkaymiz degan ularga qo'ysa to'nda, ya'ni tez suratda berib aeroplanga chiqish huquqining bog'lig'i. Uningdan sirt yana shu organni yo'tkab mangan bir odamning, ya'ni shuningda aeroplanga vaqti chiqarmaganligi uchun aeroplanni mecburi kechiktirib, o'zining aytib muhimligini, bu hukumat uchun muhim bir ish ekanligini deb bu yerda hatto jidal qilganligini aerodromda shuni misol qilib o'tib ketadi. Shuning albatta bu yeshil koridorning organ yo'tkaydigan Qashqarda bo'lishi bu albatta Uyg'urlarning diqqatini qo'zg'amay qolmaydi. Chunki Qashqar degan Uyg'urlarning bir madaniyat bo'lishidan bo'lishdan sirt Uyg'ur nufusi eng ko'p bo'lgan bir rayon bo'ladi-da. Şunun bu albatta bu adamning buni o'tirib qo'yishi bu bir paketlarning biri albatta. Undan keyin albatta Kanadalik Uyg'ur faoliyatchi Ruqiya Turdish xonim o'zining tadqiqotlari ustida so'zlab o'tdi. Siz buni bir qisqacha tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Ruqiya Turdish xonim Kanadadagi Uyg'ur ziyolilarining biri, bir necha maqolalarni yozgan ham bir kitobnoma yozganmish Uyg'ur psixologiyasiga oid, ya'ni ko'chmanlarda bo'lgan bir psixologiyaga oid bir kitob yozgan, yetishayotgan bir tadqiqotchi. Yaqında bu Magnus Feskasio degan bir olim bilan tadqiqotchilar birlashib bir doklad tayyorlabdi. Bu dokladda 135 ya'ni Uyg'ur ko'chmanni, Uyg'ur musofirni ziyorat qilib, tafsiliy sonliq ma'lumotlar bilan bir dokladni o'tirib qo'yapti. Bu dokladning asosiy chiqish nuqtasi BDTning, ya'ni 1948-yildagi BDT irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasidagi 5 moddaga selib turib, 5 moddani isbotlab chiqishga tirishibdi. Bugungi shu guvohlik berish yig'indimi 5 modda bo'yicha o'zining qarashlarini o'tirib qo'ydi. Masalan, bir guruh a'zolarini, bir guruhni butunlay o'ldirish birinchi moddasi. Bu etnik guruh yoki xalq yoki millatningki a'zolarini ruhiy va jismoniy jihatdan ularga ziyon selish. To'g'ri. Shu ya'ni millat yoki guruh a'zolarini fizikli, ya'ni jismoniy jihatdan vayron qilish maqsadida ularningki hayot kechirish sharoitlarini qasdan o'zgartirish, ularga yana mush guruh a'zolarininki ko'payish va tug'ilish nisbatini kamaytirish va bu guruhdagi bolalarni yana bir guruhga majburiy yo'tkazishdan iborat 5 nuqtaga sap turib o'zininki maqolasidagi mazmunlarni va maqolani yozish metodologiyasi, uchur to'plash jarayoni hammani birlashtirib turib, o'xshash canlılık ve deliller bilen özünün qarashlarini o'tirib qo'yib o'tdi. Masalan, shu guruh a'zolarini o'ltirish, ya'ni bir millat a'zolarini o'ltirish birinchi moddasiga masalan G'o'lja, Urumchi va Barin yuz bergan qirg'inchiliklarni misol qilib o'tdi. Ruhiy va jismoniy jihatdan guruh a'zolariga ziyon selish kelgan vaqtida shu oilalarga o'rlashtirilgan Xitoy amaldorlari bularning hayotiningki har zaman kuzatilib turganligi deganlarni misol qilib o'tdi.
Ondan başqa şu ballarını ötkeş, mesela yana 50 ming balının ötke 500 ming balının ötkelgenlikке ait insanlıq məlumatlarını nurgun axbarat organları və kişilik hüquq təşkilatlarının oturup qoyğanlığı. Muşu ballarının ki hazır ulanın qandaq muamilıq uçuravatqanlığı eniq bolması mı psixiklik asaslarını özününki muşu guvalıqda nəqil keltirip durup psixiklik, psixologiyalik tədqiqatlarga qarıqa vaqtida ata-anasından ayrılgan ballarının ki mini taraqqiyatının ki yaxşı olmaydıqanlığı olanın ki ziyan uçuraydıqanlığı minisinin o yerlərinin ki ziyan uçurab çoğuldığanlığını misal qoyub göstərdi. Umumen cihatını elip etqan vaqtida Ruqiyat Turduş xanımның ki bu guvalıqıma yaxşı ötken bir guvalık dep qardım. Navadı sizin qoşmuş qıldığan taraflarınız olsa texim yaxşı dep oyundım. Albatta bu Xitoy hökumətinin Uyğurlarga qaratqan bu cinayətini desək, hamda bu irqi qırğınçılıq deyiş, hamda Uyğurlarga asan bolğan bilan albatta bu ilaq bunu isbatlab chiqish to'g'ri keldi. Ruqiya xanım hamda o Magnus Vizcasio Columbia Universitetining professori bu adam. Bu adam bilan birlikda bu doktorlarni chiqarishga oid muhim albatta. Buningdan sirt masalan 3-oyda Amerikada New Lines Institute'da maxsus siz hozir deb ketgan shu irqiy qirg'inchilikning 5 kategoriyasi. Bu 5 kategoriyaning qaysi kategoriya bir kategoriyadagi bir kategoriyaning xiloflik qilsa, shu hozir degan mayli bir guruhni o'ldirish, bolalarni boshqa bir guruhga aparish, tug'ut nisbatini azaytish, ruhiy psixologiyalik zarbalarni berish degandek qaysi xiloflik qilsa shu irqiy qirg'inchilik bo'lib isbotlanishi. Buni 5ning hamini isbotlash kerak emas. O şu çağdımı mesela Doktor Azim İbrahim'nin yani 50'den artıq Amerikalı G'arblik tədqiqatçılarının məxsus xalqaro qanunusi ularning chiqargan yakundimi, mustaqil yakundimi? Yani Xitoy hökuməti 2016dan beri Uyg'urlarga ham yerlik millatlarga, Turkiy millatlarga ilib berayotgan siyosati mushu 5 kategoriyaning hammasiga tushidi. Şu an Xitoy hökumətinin o 2016dan keyingi siyosatini irqiy qirg'inchilik deb yakunlashga bo'ladi deb chiqdi. Shuningga bunda dokladlarning davomli chiqib turishi albatta xalqaroning texmo bu masalaga bo'lgan tonishi, bu jinoyatlarning termisiga bo'lgan tushunishi, balkim texmo ko'p davlatlarning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan va yerlik millatlarga qaratayotgan bu jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb hukm chiqarishda texmo bir cho'ng rol o'ynashi mumkin. To'g'ri dedingiz. Demak, shu Amerika hukumati sobiq davlat ishlar tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 2020 yılı 1 ayının 19. günü Amerika'nın erkek qirg'inchilik qararını e'lon qilgandan keyin bir necha davlatning parlament a'zolari, parlamentlari Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilgan bo'ldi. Masalan, Kanada, Gollandiya, uning orqadan Angliya, Avstraliya, Litva, Avstraliyaniki ma'lum darajada bir qaror chiqargan bo'ldi. Herhalde Gollandiya bor. Demek ki siz degandek mushtaq maqolalar ko'p e'lon qilinsa, sonliq ma'lumotlar o'tirib qo'yilsa, xalqaroning bu masalaga bo'lgan tonishimi, jamoatning tonishimi ashudir demaklik. Albatta, bu yerda eng muhimi hamda buni isbotlaydigan narsa, hamda masalan odam o'lishi mumkin, bolalar yo'tkilishi mumkin, ammo buni bir davlatning siyosatimi emasmi, shu niyatni, intent deydi uni. Şu niyetni, bir devletning niyetimi emasmi bu? Yoki bu buyruq shu Xi Jinpingdan tushdimi? Devletning eng cho'ng raisidan, devletning eng cho'ng organidan qonunni ijro qilgan tushdimi? Yoki faqat yerlik hukumat quvvatlamdi deganni isbotlash bir qadar tas, ammo hozir bag'ancha ko'p hujjatlar Xitoyning ichidan chiqqan, ham texmi ko'p mushu dokladlar Xitoyning bu niyetining shu markaziy hukumatdan Xi Jinpingdan tortib tuvanga tushganligini isbotlamoqda. Albatta, keyingi guvochi Adrian Zanziapandi buni nihoyat yaxshi isbotlab kelgan. Meningcha o'sha ko'rarmilarimiz Adrian Zanziapandiningki bergan guvohligini anglasa, buningga texim qoyil bo'lish mumkin. To'g'ri deysiz. Hurmatli ko'rmanlar, anglitishimiz davomli ekraninglarda, huzurunglarda bo'lib o'tadi. Bu guvohlik berish yig'ini, ya'ni Uyg'ur sud kollegiyasining naq meydan guvohlik berish yig'ini ikkinchi bosqichda yana izchil davomlashadi. Bu guvohlik berish yig'inining naq maydoni radiomizning tor beti, Facebook, Twitter va YouTube kanallarida davomli huzurunglarda bo'ladi. Diqqatinglarni berishingizni qarshi olamiz. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat. Xo'sh.